Ha, bolam bormi? Nima qilyapsan? Ovqatga qoq to'g'rayapman. Ustalarning ovqatiga solaman. Go'shtga o'xshab turadi. Hozir hech kim yeymaydi-yu, qoqini. Ustalarga bo'ladi-da. O'zimizga oshga kasib qo'yganman. Hozir keladi. Keling o'tiring. Shunaqa degan. Ana, osham keldi. Yo, bismillah. Ha? Shoshma. O, usta bolam. Ha, amaki. Bek aka. Ada, nima chaqiryapsan? Sen jim tur. Labbi amaki. Mana oshni tezda yeb olgin. Issiq sizdirib ketdi. Ada, nima qilganingiz bu? Ustalarning ovqati hozir pishadi. Yo, amaki rahmat, o'zing. Oling bolam. Qo'limni qaytarmang. Shuni sizga ilindim. Rahmat amaki, rahmat. Ada, bu nima qilganingiz? Ularning o'zini ovqati bor. O'zing go'sht yeb, ustiga qoqib bermoqchimisan? Bechara musofirligi uchun nima bersang shuni yeyishga majbur-da, ha? Ey, senga shunaqa tarbiya berganmidimman? Usta boqish qo'lingdan kelmasa, mana menga ayt. Har hafta uyingga go'sht tashab ketaman. Lekin seni mehnatini qilayotgan odamni bunchalik kamsitmagin. Tushundim, Ada. Meni kechiring.